Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Aksiya qatorimizdagi narxlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, mana bu bakalchani bilasizlar, 35 ming so'm sotayotgandik, endilikda 30 ming so'mga xarid qilasizlar. Xo'p, 25 ming so'mlik Eran grafinimiz 20 ming so'mga xarid qilasizlar. Mana bunaqa saxirni olib kelganmiz. Ko'pchilik so'rashgan, qo'limizda tugab qolgandi. 15 ming so'm, atiga 15 ming so'm. Xo'p, 3 talik kastrulkamiz 75 ming so'm. Xo'p, mana bunaqa bakalcha olib kelganmiz, so'mkachalik, mana bunaqa chiroyli qilib podarka qilib beraman desalaringiz, atiga 25 ming so'm. Xo'p, yana nima narsalarimiz bor? Tifallarimiz bilasizlar, 45 ming, 50 ming so'm deb 45 ming so'm berayotganda, endilikda 35 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, 4 bilis 1 choynak naborimiz 25 ming so'm, 3 talik, ya'ni simcha savatchamiz 55 ming so'm qilib beramiz. 55 ming so'm, 4 talik variantini 65 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, mesnoy savatchalarimiz, bular 30 ming so'mdan qilib beramiz. Qodirxon choynaklarimiz, xo'p, 1 litrligini 18 ming so'm, 1.8, eng katta razmeri 25 ming so'm sotayotganda 23 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, mana bunaqa zarlik varianti bor, buni 35 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, Torexlarimiz 465 ming so'mdan aksiya qo'yganmiz, o'zi kam qoldi, shoshilamiz hurmatli mijozlar. Xo'p, bu tomonda mana bunaqa so'mkachalik variantimiz bor. So'mkachalik variantimizni narxini bilasizlar, 45 ming so'm sotayotgandik, endilikda 30 ming so'mga kelib xarid qilsangiz bo'laveradi. 10 ming so'm, 10 ming so'm, 15 ming so'm qo'shichaligi, saxirnisi, ya'ni shakar soladigan, asal soladigan ishchamiz 10 ming so'm. Eran grafinimiz 100 ming so'm edi, endilikda 90 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'laveradi. Mana bunaqa sog'abob bakalchamiz kelgan, atiga 30 ming so'mdan kelib xarid qilasizlar. Xo'p, tefal termoslarimiz 150 ming so'm edi, 140 ming so'm qilib beramiz. Chopperlarimiz 100 ming so'm edi, 75 ming so'mga aksiya qo'yib qo'yamiz. Xo'p, pasoda sujulkamiz ham 75 ming so'mdan kelaverasizlar. Sizlar uchun hammasini obzor qilib berdim. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.